Yana bir bor barchaga assalomu alaykum azizlar. Ertalabdan salom ko'rsatuvda to'g'ridan-to'g'ri jonli efirda tomosha qilyapsizlar. Biz oshxonaga keldik Farangiz opa bilan. Oshxonamizda har doimgidek ajoyib nonushta tayyor bo'lyapti. Bu safar oshpazlarning qo'lidan emas, ya'ni professional oshpazlar o'zlari-yu. Lekin maxsus taklif qilingan qaynona kelinlarimiz bugun oshxonada va yana bir bor bitta narsani eslatib o'taman. Oshxonamizda barcha anjomlar Ko'kmara savdo belgisida ayollar orzusida bejizga aytilmagan. Yana bir bor xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Nimalar tayyorlab berdingiz? Kameralar ro'parasida tayyorlash qanchalik hayajonli bo'ldi? Boshqacha bo'lsa kerak. Hayajonda bosadi. Lekin epladingiz. Albatta biz buni tatib ko'ramiz, fikrimizni aytamiz. Zahida marhamat, siz yaxshi degustatorsiz. Albatta. Qani. Bizning oshxonamizda va tvorogdan tayyorlangan juda ham mazali shirinlik. Zo'rmi? Kokos mazasi ham kelyaptimi? Haqiqatan ham boya aytdingiz, kokosdan pishiriladi. Ya'ni kokos suti bor-a? Suti ham qo'shilgan, strushkilari ham. Haqiqatan ham kokos mazasi kelyapti va boshqacha ta'm beradi. O'zi bizning yoshligimizda hozir Farangiz opa reklama payti gapirayotgandilar. Tuzli shirguruch bo'lar edi. Bo'ladi. Tuzli, shakar umuman solinib tuzli. Endi hozirgi vaqtda bolalar shirin qilib bersangizgina yaxshi ko'rib yeyishadi. Hozirgi paytda. Bu esa tvorogli pirog. Juda ham bir mazali ko'rinyapti. Endi hozir ekranda oldida bir yeversak ham bo'laverardi, lekin keyinroq yeb ko'ramiz albatta. Hamma ishtahasini ochishimiz mumkin. Sizlarga katta rahmat, tashrif sog' bo'linglar, minnatdorchilik bildiramiz. Kimki o'zining kelini bilan kelishni istasa, hurmatli qaynonalar, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Chunki endi biz bunaqa orasidan bir-birini juda ham yaxshi ko'radigan qaynona va kelinlarni taklif etamiz. Endi bunga kelinlarimiz usta, hurmatli kelinlarimiz, agar qaynonangiz bilan bizni ko'rsatuvimizga mehmon sifatida tashrif buyurmoqchi bo'lsangiz, Instagramda ertalabdan salom ko'rsatuvining shaxsiy profili bor. Ya'ni poiskda ertalabdan salom desangiz, darrov chiqadi. Ayni o'sha profilni direktiga o'zingiz haqida ma'lumotlaringizni qoldirasiz. Bizni redaktor qizlarimiz saralab oladilar, tanlab siz bilan bog'lanishadi. Yakshanba kunda sizni kutib qolamiz. Mana bunday oshxonamizda ham nonushtalar bilan bizni qoyil qoldirishingiz mumkin. Kelin va qaynonalarimiz sizni har doim yakshanba kuni kutib qolamiz. Katta rahmat tashrif uchun. Kuningiz yaxshi o'tsin. Demak, e'tiborimiz markazda raqs guruhi. Marhamat.